Bismillahirrohmanirrohim. Mazhab nima degani? Lug'aviy ma'noda mazhab yo'l, shar'iy istilohiy ma'noda Qur'on va hadisdan mujtahid yetuk olimlarimiz o'z ra'yi, o'z ijtihodi bilan olingan hukmni tuzgan yo'lini mazhab deyiladi. Mazhab sahobiylar davridan shakllana boshlagan. Buyuk sahobiylar, mujtahid olimlar bo'lgan. Ana o'sha davrda kichkina o'sib borayotgan sahobiylar u buyuk mujtahid olim bo'lgan sahobiylardan borib ta'lim olishgan, o'rganishgan, o'sha an'ana bilan mazhab shakllana boshlagan. Umumiy olganda mazhabni ulamolarimiz 18 ta mazhab shakllangan deyiladi. O'sha 18 ta mazhabdan eng oxirgi 4 ta mazhab saqlanib qolgan va bugungacha va bundan keyin qiyomatgacha mana shu to'rala mazhabga amal qilinadi. Bu mazhab Hanafiy mazhabi, Shofiiy mazhabi, Maliki mazhabi va Hanbali mazhabidir. Ulamolarimiz mazhabni shunday ta'riflar bilan keltiradi. Katta bir dengiz deydigan bo'lsak, dengizni o'rtasida qayiq bo'ladi. Katta bir qayiq. U qayiq asosiy amalni bajaradi, yuk tashiydi. U qayiq esa dengizni chekiga kela olmaydi. Albatta unga borishlik uchun kichkina qayiqlar va ko'priklar vositasi bilan yetib boriladi. Go'yo Qur'on va hadisda o'sha katta bir kema qayiq deydigan bo'lsak, unga olib borayotgan ko'priklar yo kichkinagina yelkansiz bu qayiqchalar bu mazhab deb ta'rif berishgan ekan. Biz Qur'on va hadisga o'zimizdan o'zimiz yeta olmaymiz, undan hukm ola olmaymiz. Albatta mazhab boshlarimizda ko'rsatmalari va ularni tutgan tutumlari bilan Qur'on va hadisni o'rgana olamiz va undagi hukmlarga amal qilamiz. Shuning uchun bugungi kunda kimlardir mazhab bid'at bo'lmagan narsa, o'zimiz Qur'on va hadisdan hukm olamiz deydigan bo'lsa, ular adashadi. Biz mazhabda turishligimiz, mazhab ko'rsatmalariga amal qilishimiz azizlar ayni Qur'on va hadisga amal qilishligimiz hisoblanar ekan.